Qizlarchalar, bugun sizlar bilan shunaqa noodatiy tvorojniy pirojniy o'rganamiz. Idishimizga tuxum, shakar, un, avvaliga razrahитель suvlarini solib, planetariy mikserda yoki oddiy mikserda oppoq penka holiga kelguncha ko'pirtirib olamiz. Endi esa tvorogli kremni tayyorlab olamiz. Tvorog, shakar, tuxum, sgushonkalarimizni solib, choperda yoki pogrujnoy blenderda ezib olamiz. Krem tayyor bo'lguncha biskvitimiz ham pishib chiqdi. 2 martaga pishib chiqqan biskvitimizni o'rtasidan bo'lib 4 qavatli tort tayyorlaymiz. Muhim eslatmani o'zingizga saqlab oling. Tvorogli krem qilganingizda albatta yoniga malina yoki klubnika bilan ishlang. Mazasi esa shunchaki. Va bu zagatovkamizni bir kechaga xolodilnikda qoldiramiz. Keyin esa tvorogli kremdan surtib, ustiga kokosviy struchka sepamiz. Shunaqangi yumshoq, mayin, me'daga tegmaydigan tort bo'ladi. Qanaqangi yumshoqligini esa vilka tegishdan ham bilsangiz bo'ladi. Ushbu foydali retseptni o'zingizga albatta saqlab oling va do'stlaringizga ham jo'natib qo'yishni unutmang.